Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. 30-dekabr kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.025 so'm 33 tiyin bo'lib 31 so'm 99 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 14.162 so'm 23 tiyin bo'lib 30 so'm 44 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 155 so'm 25 tiyin bo'lib 9 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 23 so'm 92 tiyin bo'lib 22 tiyinga arzonladi. 1 qirg'iz so'mi 137 so'm 47 tiyin bo'lib 36 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Kanalimizga obuna bo'ling. Manba pultop.uz kanali.